men ham choyimni ichib oldim. Endi maktabimga borishim kerak. Rapsanalarni qildim. Aytgancha hammaga salom. Bugun men maktabga borishda davom etaman. Bizga hali kanikul emas, chunki biz uchun qiyin. Biz maktabga otlanamiz. Mana bitta nima bo'ladi? Hozir ko'ramiz. Bitta nima bo'ladi? Bu mashina meniki, faqat bu qo'shnining uyini atrofida turadi, chunki qo'shnining mashinasi yo'q. Shunga mashina ham juda zo'r. Bu bilan men ishga boraman va bu meni maktabga borayotgan shaxsiy mashinam. Qani unda maktabga mashinamni endi maktabga o'zimiz yuguramiz. Aytgan, men juda kuchliman. Ya'ni bitta zarba qo'yiladi. Chunki menda sila bor. Strongest. Mana maktabimiz juda qiziq. Bu meniki. Hamma narsani so'raman. Endi ketdik darsimizga. Ovqatni tanaffusda olamiz. Men o'zimni sinfim qaytdi. O'zimni sinfimni bilmay qolaman. O'zimni o'qitib qolaman. Kitob olishim kerak edi. Aynan. Burada kim o'tiradi? Mana kitob olamiz. Ayyo. Gerçekten onamiz qayerda? Ya, man kallam bum kartishga hozir. Mana o'zimni xonamga yetib keldim. Va bu yerda hozir men darsdaman. Shuning uchun bir daqiqa ichida darsni tugatib, yana uyga qaytaman. Mana darsni tugatib oldim. Juda charchadim. Qornim ochdi. Ana endi men o'zimni ovqatimni yeyman-da uyimga ketaman. Qayerda chiqish? Yomon charchadim o'zim. Hech birini eslamayapman. Qaysi endi meniki? Mana meniki. Va ana qornim juda ham ochdi. Mashinam bor. Ana restoranga kirib juda ham olmasam bo'lmaydi. Juda charchadim, lekin men hozir narsa zakaz qilmoqdaman. Ham nimadir bo'lsa narsa zakaz beringlar. Men buni bosib ko'raman. Kola yo'q ichida. Balki canimiz yo'q. Men axir bir yeymayman. Urug' yeymanmi? Kadini popcorn. Yebunay popcorn. Menga sovg'alar bu yerda shavkat
ichida birovni bormaymiz. Va hech bunaqa gapni sindirib uyimga olib ketaman. Men juda ochman, menga bir ovqat bo'ladi o'ylab kafeda. Yur qanaqadir joylar. Bu restoran, men qornim och. Men yodlashib qoldim. Hamma ketdi. Yo'q, bu tasvirlardan qarang. Foto ekan kulaydi. Ketamiz mashinani olay. Bo'ldi. Men shunchaki payt bo'ldi. Endi men ishga borishimga bu mashinam juda asta yuradi. Vaqt o'tkazadi. Do'stlar, mana bu yerda kimdir ish bor deb yozib qo'yibdi. Bu yerda odam bor ekan. Ish bor. Aslan bu yerda ish bor deb yozilgan ekan. Ha, bu yerda ish bor. İşingiz nima qilamiz o'zi ishda? Senmi? Senga mos kelishiga shubham bor. Yo'q, hamma ish qilaveraman. O'ylab ko'rsa, uy qurish kerak. Lekin zo'r oylik beraman senga. Mayli, uy qurasak quraman. Bo'lmasa, yana pochkalarni och. Tagidasiga bochka tagidasiga tegimda, tushundingmi? Teparasini och faqat, tushundingmi? Tushundim. Men tagisini ochman dedi. Bitta ochib ko'raylik. Tegma. Voy. Uy qurish kerak-da. Men uy quraman. Men bu narsalar ko'p etdim. Gapiring, nima uchun narsalar ko'p? Ortiq bo'lgan narsalarni uyga olib ketaver. Kerak bo'lib qoladi senga. Ha, bo'lmasa men uyni quraman. Mana uyni ham qurib bitirdim. Juda charchadim. Men bu reshotgacha bilan oynasi ortib qoldi. Boshqa hech nima ortib qolmadi. Uyini ichini o'zi bezatadi, chunki boshqa narsa bo'lmagandi. Menda tursin. Ortib qolgan narsani so'ram. Mashinamizga to'ychog'imizga minamizda uyga qaytamiz. Hamaki uyingizni qurib bitirdim. Ichini o'zingiz bezatib olasiz. Ortib qolgan narsalaringizni sizga beraman qaytarib. Hozir beraman. Narsalarni sotib oling. Bochkaga sotib bochkaga solmasdan qayga solasan boshqa kalla? Qo'yag'iga solamatdagi. Soqqiga mana. Tushundingizmi? Yo'q, qo'yag'iga ana pastga bochkani och. Siz bo'l. Men uyga ketishim kerak. Och tezroq, och. Nima qilay? Qo'yag'i qilasan, xabarlar arashilasan ekan. O, rahmat. Bu o'lmishdi, o'lmos.
Olmuştu Zumrad. Hayır xo'jayin. Bo'pti, bep uyga ketaman. Turib qolaylik. Ana shu yap, lekin bir kun senga qo'ldirib ketaman, tushundingmi? Maza qilib yashaysan. Ishlamay iloyga ommoqroq qilib olasan. Hop men uyimga ketdim. Bo'pti, yaxshi bor. Qurmaganiga o'qroqda. Bergan pulim arziydimi? Arziydi. Bo'pti. Kech bo'lib ketdi. Tungi ovqatimni yedim, steykni. Nega tezroq soatimda yotay. Boshdan bo'ldi. Voy, turdim. Ertalabmas. Hali kechqurunmi? Turdim. Haliyam ertalab bilmagan. Mana. U endi ertalab bo'ldi. Ketdik. Endi yana maktabga borish kerak. Yoqmayapti. Yetmasam, короче, hammaga endi xayr. Men yana maktabga borishim kerak. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bosib keting. Va ko'ramiz. Kim birinchi bo'lib 3 sekundni ichiga obuna va like bosa olarkan. Qani, давайте sinab ko'ramiz. Qani 1 2 3 ulgurdingizmi? Kommentga yozib keting. O'xshadi deb. Hammaga